u dunyo va uni ichidagi jamiki narsa ko'zingga tuproq bo'lib ko'rinmaguncha iymonni lazzatini his qilmabsan deydi. Hali tushunmabsan deydi. Alloh taolo bu dunyoni balo musibatlarga to'ldirdi. Nima uchun degan savol tug'iladi, qarang. Ya'ni bu ham Allohning rahmatidan deyapmiz-ku. Nima uchun desangiz, biza bu dunyoga bog'lanib, unga muhabbat qo'yib, yopish qolmasligimiz uchun. Toki bu dunyoni yoqtirmaylikda, oxiratga intilaylik. O'sha dunyoni yoqtirmasligimiz uchun Alloh bizga shu musibatlar, mushkulalar, qiyinchiliklar bilan o'rab tashadi. Lekin shunda ham inson shu dunyoga muhabbat qo'yib yopishib oladi-da. Qo'yib yuborgisi kelmaydi. Qiziqasiz qarang. Ajib qiziq. Ya'ni asli bizga jannat va'da qilinayotgan bo'lsa, u jannat abadiy hayot bo'lsa, ulamolar aytishadi-ku, agar jannat toshliq bir yer bo'lganda ham, bu dunyo tilladan bo'lganda ham hammasi, baribir oxirat yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Chunki jannat abadiy-ku. Lekin asli bu dunyo bir toshliq tuproqdan iborat bo'lgan dunyo, oxiratda jannatda qasrlar, tilla g'ishlardan, qimmatbaho toshlardan, qumi miskiliydi masalan. To'g'ri, biz uni tasavvur qila olmaymiz. U bizning tasavvurimizdan oliyroq bo'lgan narsa. Lekin jannatga teng kelmaydi umuman bu dunyo. Mana shu narsani Alloh taolo bizga tushuntirish iroda qilar ekanda. Shuning uchun bu dunyodagi musibatlar, qiyinchiliklar insonni bezdirish kerak bu dunyoda. Bu dunyoga bo'lgan muhabbatini so'ndirish kerak. Lekin bu narsani teskarisini ko'rasiz.